Jinsiy aloqa paytida vafot. Islomda er-xotin o'rtasidagi halol jinsiy munosabat nafaqat tabiiy ehtiyojni qondirish, balki savobli amal ham hisoblanadi. Agar bu munosabat nikoh doirasida Alloh taoloning roziligini qo'zlab, haramdan saqlanish niyati bilan amalga oshirilsa, buning uchun musulmonlarga ajr yozilishi haqida sahih hadislar mavjud. Shuning uchun er-xotin o'rtasidagi halol munosabat islomda ibodatning bir ko'rinishi sifatida qadrlanadi. Biroq ba'zan ijtimoiy tarmoqlarda yoki turli xabarlarda jinsiy aloqa paytida vafot etgan er yoki xotinga Alloh alohida rahmat ko'rsatadi yoki ularga maxsus maqom beriladi degan mazmundagi rivoyatlar tarqatiladi. Bu kabi da'volarning sahih hadislarga asoslangani haqida ishonchli dalil mavjud emas. Shuning uchun bunday ma'lumotlarni haqiqat sifatida tarqatish to'g'ri emas. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam nomlaridan dalilsiz so'z aytish juda katta mas'uliyatdir. Musulmon kishilar qanday diniy ma'lumotni tarqatishdan oldin uning ishonchli manbalarga tayanishiga e'tibor berishi lozim. Chunki islom haqiqat, rostgo'ylik va ishonchli ilmga asoslangan dindir. Musulmon uchun eng muhim narsa g'ayotni iymon, taqvo va solih amallar bilan o'tkazish, Allohning buyruqlariga itoat qilish va gunohlardan saqlanishdir. Insonning oxirgi amali yaxshi bo'lishi va yaxshi xotima topishi eng katta ne'matlardan biridir. Shuning uchun biz Alloh taolodan barchamizga mustahkam iymon, solih amal, yaxshi xotima, keng rahmat, mag'firat va jannat nasib etishini so'raymiz. Amin.